Men buyuk amirman, yaxshi choyingizdan bering. Shu sizning yaxshi choyingizmi? Qanday xushbo'y. Bu piyola. Tatib ko'ring. Noyob barg yig'ilishi Piyola Goldning betakror hidi va ta'mini ochib beradi. Piyola esda qoladigan ta'm. Dada, siz ham choyshunosmisiz? Piyola Gold yaxshi choyning hidini saqlab qoladi. Aka, ko'p yemasligini hamma biladi. Eng oson ish dunyodagi bu maslahat berish. Boya sizni joyingizligini bilib qolishmasiz? Mana bunaqa donat qo'yganda kuzu cho'rva zakaz qo'yganim qarang aka. Assalomu alaykum hurmatli YouTuberlar, salomatmisizlar? Sizlarga har doimgidan ham qiziqroq video ishlash uchun biz mehmonga bitta odam chaqirganmiz. O'ylaymanki, bu odam o'ziga tavsiya qilgan joylari sizlarga manfaatli bo'ladi. Bu odam kimdir qiziqayotgan bo'lsangiz, Vahobchiga taklif qilganmiz. Aka, assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Sog'lomsiz? Ha, do'stlarga. Aka, sizni bu safarga ko'rsatuvga taklif qilganimizga asosiy sabablardan biri qiziqarli kontent ishlash va odamlarga foydali bilmagan joylarni, hattoki men ham bilmagan joylarimni sizdan o'rganib olish. O'zingiz ham bilasiz, Dilmurod, o'zim vlogimda ham men shu barchaga yaxshi zo'r joylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Shu uzun spiskamda shu top 5 ta o'zimga yoqadigan joylarni ko'rsatib ketaman. Bo'ldi, yes. Poetapni boshlaymiz, shu завтракdan boshlab, obed, ужин qilib. Muammo'siz, aka, siz ko'rishtiring, men yeb beraman, aka. Bo'ldi. Muammo'siz. Bo'lmasa siz videoni ko'rishdan boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lmagansiz, obuna bo'lib qo'ying. Qani bo'lsam biz boshladik. Итак, do'stlar, birinchi joyimiz bu zavtrakka sosiskaga olib keldim Dilmurodda. Ushbu joy Shota Rustaveli ko'chasida Tekstil bolnitsani to'g'risida joylashgan. Do'stlar, u joyni ko'pchilik biladi. O'zingiz qachon kelgansiz? Yaqin orada ham. Yo'q, birinchi marta. Ha, birinchi martami bir. Adashmasam. Dinozavrlar yurarmidi, yurmasmidi? Ha, deta bir 10 yil. 10 yilcha bo'ldi. bo'ldi. O'zi bu joy qachondan boshlashni bilmaysizmi? Bu joy 60 yildan beri ishlaydi. 60 yildan beri ishlaydi do'stlar. Lekin bitta joy 60 yil ishlashi o'zi bo'lmaydi. Ochun aytganda, qani To'ppa-to'g'ri. mana sabrimni sinamay yeb ko'raylik. Ketib ko'ramiz. Aka, hormanglar salot. Chashim, endi men bu yerda mehmon hisoblanamanda. Ha, do'stlarimiz. Nechta ketadi? Ha, ikkita-ikkita. Undan ikkita. Yo'q, ikkita undan. Necha xil narsa bor o'zi? Bir xil bo'ladi sosiska qaynagan. Hop. Tuxum bilinchida bor, yo'li shular. Menga просто 4 ta sosiska ikra bilan spetsakaz emas. Buni ko'chadan sotib olsanglar, bozordan sotib olsanglar ham bo'ladi. Lekin joyga kelmagan. Lekin bu joyga kelsangiz, u boshqacha, gashti ham boshqacha, mazasi ham bilmayman. Boshqacha. Bularning qanaqadir sekreti bormi, aytmayaptimi? 60 yildan beri bular bilmayapman. Xo'p, o'tirishga joyda ham, pastda ham joylar bor ekan. Biz ikkinchi qavatga ko'tarishga qaror qildik. Chunki bu yerda har holda odam sal kamroq, o'tirishga ham sal qulayroq bo'lsa kerak. Mashina o'tiramiz keyin. Mashina o'tirsak kerak. O'tiramiz. Farqi yo'q. Qani maqta olib kelgan joyingizdagi sesga qanaqa ekan? Bismillahirrohmanirrohim. O'zi pastki mijozlardan bilsanglar bo'ladi joyi. Garchi ham ancha baqat garchi ochib aytganlar. Trahiyalarni ochib yordimi? Zavtrakka men eng qulay va hamyonbop variant deb o'ylayman. To'g'ri, bu gapingiz jo'jon bor. Mana shu birinchidan ham bitta ko'raylik, aka. Oling. Birinchiga mazasi yaxshi ekan, aka. Ikkita birinchi bilan bitta молочный kofe bor, zo'r ketadi, aka. Xo'p, sosiskalarni ham mazza qilib yetishdik, aka. Sosiskalar mazasi haqiqatda yaxshi, muhit вообще zo'r ekan. Menga yoqdi. Ochon aytganda o'sha bolalik yillarimni eslatdi deydi-yu. Endi o'zim hali sal kichkinaroqman, lekin ko'pchilikni bolalik yillari, bolalik davri shu yerda o'tgan bo'lishi mumkin emas. Agar bu yoqqa kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiringiz, kelganman yoki kelmaganman degan ma'noda. Narxiga keladigan bo'lsak, sosikamizning 4 ta donasi ikra nonlar bilan porsiyasi bo'larkan. 4 tasi 24 ming so'm ekan. Shuna donasi 6 ming so'm, noni ikrasi ichida bor-da. Tuxumlarimiz 3 mingdan, umumiy summamiz bo'lsa 90 ming so'm pul bo'ldi. Men bu yoqqa 7,5 olishga qaror qildim. Ochib aytganda, agar sizlar keladigan bo'lsanglar, bu yoq tarafdan, bu yoq tarafga tekstil tarafdan keladigan bo'lsanglar, o'sha serikli tarafdan keladigan bo'lsanglar, yetmasingizdan oldin 10 tarafga tushsangiz, mana bu yoqda boshdan qo'ysa bo'ladigan joy bor ekan. Agar bu yoqdan Oybek tarafdan keladigan bo'lsanglar, shuna yo'lning narigi betida nima bolnitsa bor dedik? Tekstil bolnitsani parkovkasiga, o'sha avtoturargohiga qo'ysanglar bo'lar ekan, Nobodoga. Biz o'shaqa qo'ydik, chunki bet katta yo'l remont qilgandan keyin ozgincha to'xtashga sal imkoniyat yo'q ekan. Aka, bo'lmasa bizani kelgan joy qayerga borasiz?
keyingi joyimiz bu ya'ni o'zimni milliy oshxonamni ko'rsataman. Aka siz haqingizda men hozir gapirib beraman ham. Aha. Milliy oshxonami? Milliy oshxonamizni ko'rsataman. Ikkita variant bor. No, я думаю, shu Kadishovdagi ga boramiz. Aka menga farqi yo'q. Qaqqa siz olib boramiz aka. Bu ketdikmi? Ketdik. Bo'lmasa qolgan gapni mashina davom ettiramiz. Mashinada. Yuring aka. Aka, qarang, sizni men tomoshabinlarga, bizani kuzatayotgan odamlarga tanishtirishim uchun o'zim yaxshi tanib olishim kerak-da. Aha. Men siz- To'g'ri. men- Uzoq gap edingiz hozir. Men sizni mana millatingiz koreysligini bilaman. Aha. Misol uchun musulmon dinini qabul qilganingizni bilaman, o'zbekcha ot qo'yganingizni bilaman. Lekin qayerdan Toshkentga kelgansiz, qayerda katta bo'lgansiz, qayerdan o'zbekchani bunaqa yaxshi bilasiz. Shunga o'xshagan narsalarni bilmayman. Endi o'zingiz padronni gapirib bersangiz. Men Muqimiy mahallasida tug'ilganman. Mana shu turgan ekansiz. Ha, mana shu mahalla. Hozir Shu yerda tug'ilgansiz. shu yerda tug'ilganman. Adam ham mana shu yerda tug'ilganlar. Mana shu mahallada. Men ham tug'ilganman bu yerda. Tak, maktabni Chilonzorda bitirganman, 182-maktabni. O'zbekchami, o'rischa? Yo'q, u ruscha edi. Lekin o'zbek tilidan menda har doim 5 bo'lardi. Atrofimdagi o'rtoqlarim ko'pincha shu yevropizirованный o'zbeklar. Shunga O'shani o'zbekchani yaxshi bilasiz. Shunga o'zbekchani уже men где-то bir 12-13 yoshligimdan beri уже bilaman. Ismim Vova Vladimir. Shu payt katta O'zi akalar haqiqiy otingiz Vladimirda. Vladimir, katta akalar Vahob derdi. Abdulla Abduvahob derdi, Dinla Vahobiddin derdi, Jonla Vahobjon derdi. Ishqilib ana Vahob bo'lib ketdi. Hozir o'zbekcha otingiz Abduvahob. Abduvahob. Bizani yo'nalishimiz bilan yo'nalishlarning farqi bular. Bizni o'zbek milliy taomlarini ko'rsatadigan bo'lsak, bular o'zlarining milliy taomlariga asosan Nima farqi? ko'proq shunaqa. Shunaqa ko'proq menga o'sha anaqa noodatiy ovqatlar qiziqroq, ochiq aytganda. Kelgan uyda oylari juda ham zo'r salatlarni tayyorlab ko'rsatadilar. Har doim bitta prova qilib ko'rgim kelgan, yeb ko'rgim kelgan. O'sha Instagramda Vahobchik deb qidiradigan bo'lsanglar, bularni o'sha profillar chiqib keladi. Bemalol yana yaqindan ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Kelgan obuna bo'lib qo'yishga maslahat beraman, chunki juda qiziq retseptlar, juda qiziq foydali salatlar, noyob hamma joyda tayyorlanmaydigan narsalarni olib tayyorlab qilib ko'rsatib yoki qayerda tayyorlasini borib ko'rsatib beradilar, baraka topsin aka. Bizni keyingi manzil shuna Qo'ylining mo'sidan tushib Bektemir posti yetmasdan o'ng tarafda to'xtadik. Bizani bu yoqqa olib keldilar. Nima sababdan olib kelganlarini so'rasam, bu yerda shashlik bor ekan. Nega aka aynan mana shu shashlikni tanladingiz? Aka, bu joyi to'g'risini aytaman, dvoyortni akam ko'rsatib bergan edilar. Ha, sizga ham shashlikni yeb ko'rdim. Haqiqatda haligacha mazasi o'zimda qoldi. Shunchalik zo'r. Ha, shunday zo'r, chapana joy, aytib qo'yapman. Chapana joy. Shunisi yaxshi, bizga yaxshi. Chapana joy. Ha. Oddiygina, lekin shashlikni mazasi o'zingiz hozir ko'rasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Вы меня помните, не помните? Вспомнили. Вспомнили, да? Мы сегодня соскучился по вашему шашлыку. Так, qanaqa shashliklaringiz bor? Jaz bor, kebab bor. Ikki xil. Jigar, tovuq unaqasi yo'q. Bo'lmasa ikkita jaz, ikkita tovuq. Sal yaqinroq olsangiz bo'ladi navoda shashlik pishirganlarni. Akasi. Tak, yana bir bor anaqani aytib ketaylik, aka. Rejim работаyni. Ish vaqtingiz qanaqa edi? Soat 10 dan 5 gacha. 10 dan 5 gacha ishlayapsiz, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, bu yerda o'tirishga xona ham bor ekan. Eshik yopib qo'ysam, ustida o'tiramiz. Nima yengilliklar endi, nima endi kelajakda nima planlar bor endi? O'zi nimadir grandioznilar bormi? Ozgina bir qisht qo'ying. Anaqa spoiler shu biz o'sha ochiqni aytganda men o'zim rosa gaplashishni yaxshi ko'raman-da. Begona odamlar bilan ham, yaqinlar bilan ham. Bu menimcha hamma obunachilaringiz biladi. O'shaning uchun bir intervyu sifatida video kontent tayyorlash odamlarga qiziq bo'ladigan, qizig'i bor odamlar, aka rahmat. Qizig'i bor odamlardan tashqari, umuman qizig'i yo'q odamlar bilan ham bir fikr almashish. Masalan, meni rejamda, misol uchun 10 ta aniq berilishi kerak bo'lgan savol bo'ladi. Keyin uning ichida yana nimadir qiziqtirgan savol. Taxminan shu 1 soatlar atrofida video mo'ljal. Gaplashib o'tiraveradi, bilasizmi? Uni masalan kimdir ko'rishi yoki ko'rmasligi muhim emas. Muhimi ko'rsa o'ziga nimadir narsa olish. Shu open informatsiya-da. Ha, o'ziga nimadir narsa olish. Keling, mana shu obunachilardan so'raymiz, siz obunachilaringizdan mana shunaqa formatda ozgina ovqat bilan podkastlar qilsak, siz aytganingizdek har xil temalar bo'yicha fikrlashsak, fikr almashsak.
Bu ham yaxshi variant. Qani, Ha. sizlar qanaqa qaraysizlar shu narsaga bir Просто yozib ketinglar. ovqat yo'nalishi o'z yo'liga bu ham bo'laveradi, lekin bundan tashqari bir o'shani suhbat ana uyushtirib bir 2 kishi, 3 kishi, 4 kishi dildan suhbatlashib kadr hech qanaqasi endi hech qanaqasi emas endi so'kingan joylari yo'q kesiladi-yu, tut qo'yiladi. Shunaqa asosan kadr olib tashlamasdan bori bo'ladi. Birinchi soniga kimni taklif qilishimizdan xohlaysizlar? Yo endi siz sanasa bu. Okey. Fikrlaringizni Man qoldirasiz. zo'r temalarni ochib beraman. Srazu hozir aktual tendensiya bo'lgan temalarni ko'taramiz и shu Dilmurod fikrlarini eshitamiz. Bizga ham telefon qilib, "Ey, palonchi bilan qilgan intervyuni olib tashlaga, men mincha pul beraman" deb taklif bo'lib qolar, xudo xolasa. Bizani shashligimiz ham keldi. O, yashing buni hidini qarang. Nonlarni ko'ryapsizmi, takoy? Ustida mana Pissalari ham qo'shilgan. Bismillah. Xo'sh, qalay. Shu ishlar Shu. Mazasi o'zgarmagan. Bismillahirrohmanirrohim. Shashlik mazasi yaxshimi, o'g'il? gapirtiryapti. Bilasiz, siz ham qattiq nima yeysiz aka? Bitta siqda 3 ta go'sht, 2 ta dona suyagi bo'lar ekan. Go'sht ham janoq katta emas, javna qilmaydi emas. O'rtacha holatda. Jazi birinchi go'shtni yedimi? O'sha qattig'ida, aka qaqqob debdi, mana do'stim ochon ekanda. Bitta dumbasini bitta o'rtacha go'sht yesam, o'rtadagi go'sht juda ham yumshoq ekan aka. Ha, uzun yumshoq bilmadim men. Men birinchi go'sht shunaqa tushib qolgan bo'lsa kerak. Itak Dilmurod, shashligimizni yeb bo'ldik. Bektemirda joylashgan yana bir adres bo'yicha postga yetmasdan Shu ko'rinib turibdi. o'ng qo'lda. Bozorchani orientir qilsa Aha. bo'lar ekan obodaga. Endi sizni fikringiz juda muhim. Faqat как есть. Aka qarang, shashlikning mazasi to'g'ri, haqiqatda yaxshi. Shashlik anaqa dumbalari ham zo'r pishgan, lekin narxi jazimiz 20 mingdan ekan, qiymamiz 17 ming so'mdan ekanda. Menga sal qimmatga o'xshab tuyuldi. Endi xolis aniq fikrni o'zingiz uchun o'zingiz chiqarasiz, boshqa ilojingiz yo'q. Bizni maslahat berib tavsiya qilishimiz mumkingina, xolos, faqatgina. To'ppa-to'g'ri. Bu yerda manzilni bilib oldinglar, Telegram kanalda rakasasi aniq joylashuvlari bo'ladi. Manzilni ham bilib oldinglar. Aka, ochiq netganda men bu yoqqa yetib olib bermoqchiman. 7 ball. Na vkus и цвет товарища нет, как 7 говорится. bal ham kichkina bal emas, aka. Yo bo'ldi. Yo. Masalan, 4-5 deganda uni cho'tta sal Okey. olib kelgan joyim yoqmabdimikin deb o'ylaysiz bo'ladi. Самое главное chin Ha, shunaqa. ko'ngildan Lekin chiqarib mazasi yaxshi. aytyapsiz. Bo'pti, biz bo'lmasa gap qilsa qilamiz. keyingi lokatsiya shu mahallada, ya'ni Bektemir mahallasida. Ham shaytami? Aha. Lekin postga уже ancha yetmasdan orqaroqga yuramiz. Mahallaning ichida zo'r lag'mon bor. Lag'mon. Uni ham ko'pchilik biladi. Bitta lag'mon taxmin qilma, o'sha lag'mon bo'lmasa bo'lish qilib. Qani yuring. Menimcha o'sha. Yo'q. Bitta lag'mon xolali ko'p edi lekin, aka. Itak Dilmurod, yana shu знаменитый lag'monga keldik. Siz kelgandirsiz. Boya siz lag'mon degan jamti ko'cha dedingiz. Ayni shu lag'mon joyligini tasavvur qilgandim. Shu joy bo'lib chiqdi. Demak, bu yaqin atrofda eng mashhur lag'mon tayiladigan joy shu. Chunki yo'lda oldini kelganimizda ham ko'rgan edim. Lag'mon tayiladigan bitta joylar bor edi. Xonadon sifat yoki restoranga o'xshab, kafega o'xshab qo'ygan joy bor, lekin ayni shu joyda qardon kelganimizda eshikni tagida mashina moshina to'la bo'ladi. Siz ham ko'rsatavering mashinalarni. Soat 1:30 bo'ldi, obed. Ichkarida Barcha odam, mashinalar shu lag'monga kelishdi. ichkarida odam rostagina ko'p. Ishonaman, lekin mijozlar meni ochib olmay qolgan, men tushib qolmay deb e'tiroz bildirishmasa bo'ldi. Ha, bo'lmasa ketdik, boshlaymiz aka. Shu Abdulaziz ota. Abdulaziz ota 1965-yildan beri 65. Tuzma bersangiz. Xo'p, biz joylashib oldik. Birato'la zakazlarni, buyurtmalarni ham berib oldik, xudo xolasa. Stolda har doimgidek shu qoshiqlikka, qo'shib yeyishga, uksuslar narsani taxlab qo'yishgan ekan. Mana bunasi nimagaligini bilmadim. Bu zubachistga turgandir, qolmagan faqat. Bo'lishi mumkin. IQ darajasi yaxshi kostyumasan. Men sizni sinuvdim, bilmadim deb bilar ekansiz. Xullas, kirib joylashib oldik. Zalda odam anchagina ko'p. Bu o'sha ichki tarafdagi zalligi, naryoq tarafda yana zalda bor ekan. Zamonaviyroq joyi. Yerda qaysidir ma'noda bu oilaviy kirib o'tiradigan joy bo'lsa, o'shani faqat erkaklar Современныйlar joy ekan. Xullas, ancha logistikada ishlagan paytlarim hamkasblarim olib keluvdi-da. Yeb ko'rdim. Aka, qarang, bo'ldi. Yaxshi bu kelgan so'z bo'lsa qaytamiz. O'zi hozirgi kunda blog yurg'izishdan boshqa yana nima ish qilasiz? Men Asia Lux Travel kompaniyasida ishlayman. Bular biz tur operator. Anaqa olib boradi, nima deydi? Charter reyslarni qo'yamiz. Charter reys nima bu? Mana samolyot olamiz. Xo'sh. Bizning generalniy partnyorimiz O'zbekiston havo yo'llari. Bulardan samolyot olib, reys qo'yamiz. To'g'ri, Misol uchun Antaliyaga bizning reysimiz turadi.
ko'pincha Aerobus 320 qo'yiladi o'tga yokida Boeing 767 qo'yiladi yoki 787 qo'yiladi. Demak, sizni Maldivga ham to'g'ridan to'g'ri reys qo'yamiz. Toshkent Maldiv qilib. Toshkent Mali degan joyi bor. Biz qo'yamiz qishda. Mana hozirgi kunda ham turlarimiz bor, primoy reyslarimiz bor. Bundan tashqari aylantirib kelasiz, Ha. aka. U sizni xohlasa. etingizni mahkam ushlashim kerak ekan o'zi. Ha. Shu так что barcha shu bizning produktlarimiz не только Asia Luxdan olsalar bo'ladi, barcha tur agentstvalarda O'zbekiston ichida. Chunki bizni O'zbekistondagi agentstvalarga ham mahsulotlarimizni Sizlar tarqatamiz. turda, demak sizlarga asosiy hisoblangan, Ha, biz o'sha Optim, tushuntirganda tur operator bo'ladi, tur agent bo'ladi. Ha. Tur operator produkt yaratadi, agentlarga tarqatadi. Agent esa konечный потребительga sotadi. ha, ular ham qaysi mana o'zini haqqini qo'yib sotadi. Ha, tushunarli. Agar navoda shunaqa otini nima deysiz? Asia Lux Travel. Asia Lux Trail navoda o'tpetga sayohatni rejalashtirayotgan bo'ladigan bo'lsa, mana akangga murojaat qilsanglar, Asia Lux Trailda xudo xohlasa narxlarni kelishtirib chat yig'averasiz, to'g'rimi? Shunaqa man- Bo'ldi, aka bo'lmasa siz bitta anaqa tur o'zingizni qo'lingizga Bo'ldi, bir xudo xohlasa. rejalashtirsangiz, qaysi shaharga borish Shri-Lanka. umuman qizig'i yo'q. Shri-Lankaga boramiz xudo xohlasa. Umuman qizig'i yo'q. Farqi yo'q, boraveramiz, aka. Bo'ldi, xudo xohlasa gastro tur qilamiz. Yes, ha, anaqa to'g'ri siz aytgan narsa. O, mana ovqatimiz ham keldi. O, yashang ustida sildin ustida chishnudlar bor ekan. Rahmat aka. Bilasiz, qanaqa ish aka? Va buni yaxshilab aralashtirib, chunki tepada chesnok-pistonlari turibdi. Xamir sho'rvasi вроде бы shu. Xamir sho'rvasi shu. Menimcha o'tgan safar kelganda ham shunaqa fikr bildirganman, qanaqa? Men o'zi xamir dirkillab turganini qattiq chaynab yeydigan xamir bo'ladi. Shunaqa xamir yaxshi ko'raman-da. Shunaqa. Menga- Kimdir yomon ko'radi shuni. Kimdirli to'g'ri, kimdirli yoqtirib, kimdirli mana bunaqa xamirni xush ko'rishadi. Men buni yomonlayotganim ham yo'q, yaxshilayotganim ham yo'q. Shunchaki ta'riflayapman. Xamiri sag'al bo'shroq. Mana masalan, osham kimdir tirikroq, kimdir bo'shroq yaxshi ko'radi, shunaqa holatda. Bu yomonlash emas. Mazasi mazasi hozir suviga non botiramizda. Nonni bitta yesak. Mana shu yerda mantisi ham yoqadi. Imенно nachinkasi. Ziravorlar joyida, go'shtlari jaqqotda ham emas, kichkina ham emas. Issiqmi? Men issiq yomayman. Sal turib tursam, 1 minut 2 minut. Bularning qanaqadir o'zini shirasi bor-da. Qaro. Go'shtlari ham yapaloq emas. To'rtburchak qilib qo'yarlar ekan. Itaak Dilmurod, nima deysiz endi? Aka ochig'ini aytganda lag'mon mazasi yaxshi. Oldingi safar kelganda ham bu joy haqida ta'rif berib o'tib ketgan edim. Mazasi yaxshi, xamirlari yaxshi, faqat men dirkillagan xamir yaxshi ko'raman. Hop, anaqa sotishar ekan. Nima edi bodamlar. Okay, hormanglar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. De xamir mazasi yaxshi, lag'mon mazasi yaxshi kelib ko'rish. Itago nechi ball? Itago bu yoqqa 8 ball beraman, aka men shaxsan fikrim. Shashlik bitta lag'mon, manti shashlik aylanar ekan. Shashliklarning hammasi 20 ming so'mdan ekan, mantini donasi 10 ming so'mdan ekan. Lag'mon biz olgan lag'monimiz o'sha porsiya ko'rgan yili 50 minglik lag'mon ekan. Bundan kattasi ham bor ekan, bitta porsiyasi 60 ming, biz yeganimiz 50 ming. Umumiy summamiz bo'lsa 180 ming so'm pul bo'ldi. Endi qayerga borasiz biz ana? Endi keyingi navbat shu endi haqiqatdan milliy o'zim oshxonamni yeymiz. Yo'q-e? Ha. Achchiq emasmi? Achchig'i ham bor, shu qish kunlarida zo'r ketadigan. Malika achchiq yaxshi ko'rgan, mana qani borib Endi ko'ring. qolgan endi Bo'lib- bularchilaringiz balkim yaxshi ko'rar, ularga ham Yo'q, to'g'ri. assortimenti vid beramiz. Sho'rva nima go'shtda? Hammasi halol, u yerda faqat mol go'shtini ishlatishadi. Bo'ldi. Sho'rva deganingiz qo'lga ketdi aka. Bo'pti, yuring aka, o'zingiz boshlang. Итак, do'stlar, biz очередной o'zimni yoqadigan joylarimga keldik. Bu joy сразу aytib qo'yaman, Severniy vokzal oldida joylashgan Miso restorani. Bu yerda koreyscha ovqatlarni qilishadi. Hozir esa o'zim yoqadigan pozitsiyalarini Dilmurodga ko'rsatib, yeb ko'rib, Hozir ko'ramiz, Ballarni chiqaramiz. ichkari kiraylik, nima bo'larkan aka, yomon qo'rqib ketdim. Ichkari rosa ham issiq ekan lekin. issiqqa. Boshlang aka, tepaga chiqamiz, Ya mana shu turamiz. Bo'l, joylashing. Mana bunaqa joyga o'tiramiz, shu servisni salat. Nima tashlab bilmayman hozir. И So'rayman, menyuni ochdim, ko'rdim. Bu yerda har xil yozuvdagi
Ovqatlar bor ekan. Panchani. Rasmlarni ko'raman-ku, lekin hammasi to'liq emas. Bu qaysidir ma'noda chiroy uchun qo'yilgan rasmda to'g'ri, bu narsa taylanishi mumkin. Lekin har bittasini rasmi yo'q. Men hozir aytayotgan pozitsiyalarim, Xo'sh. ishonasizmi, siz obunachilaringiz menimcha kamida bir 30-40% bo'ladi shu pozitsiyalar. Kimchi tigi. O, yashang, rahmat. Hidi qaysidir ma'noda yoqimli deb aytolmayman. Menga to'g'ri keladi. Karam hidi kelar ekan asosan. Bu narsa nima? Bu panchani, bu baliq. Ha, Baliq. achchiq narsa. Achchiqroq. Achchiqroq. Bu xe, baliq Ha. xesi. Bu ham achchiq. Sal-pal. Ha, bundan yeganman oldin. Pikantni yegandirsiz. Pulkogini походу yemagandirsiz. Yo'q, men aka yeyish yodda tursa ko'rmaganman. Buni zakaz qilgan taqdiringizda yoniga servisniy salatlar qo'shiladi. Mana hozir bular servisniy salat. Hammasi yeydigan narsa. Ha, bu mana shu bludoga qo'shilib ketadi sirali. Buni zakaz qilsangiz, mana bunaqa salatlar bilan birga olib keladi. Ha, bu-chi, bu nima? Buni sho'rvasimi? Bu sho'rva, ha. Xullas, allambalo ovqat ekanda. Qani aqrahmal. Mana bu narsani men kraxmal olman-da. Yo'q, bu mosh. Bismillah, mosh unaqa bo'lmaydi-ku. Piyozga o'xshab kiritdilar ekan bor-ku. Men mana shunaqa bo'lmaydi. Bu mosh mana. Ko'ryapsizmi? Ha, mosh anaqa bandi uzilmagan ekanda. Biz faqat men bandi uzilgan ko'rganman aka. Yo'q. To'g'risi ozgina guruch olaman. Suv bilan Bismillah. Mana shunaqa yeb ko'raman aka. Mana shu ish to'g'rimi o'zi? Achchiq emasmi? Achchiq lekin. Yo'q, umuman achchiq bo'lmasin deganingiz ham achchiqmi? Shunaqa. O'zi paomachani shunaqa-da u. Xo'p, bu nima? Ko'rib bitta. Bu nima go'shtdan? Mol go'shtidan, ha? Mol go'shtidan. Bo'l, men oq narsasi nima men bu? Bu oqsil. Oqsil. Hop. Biringiz bo'lsa kerak. Tibi deyiladi. Koreysdan o'zi qiladi. Ozgina tishlab ko'rsangiz, oqsilni tozasi. Maza, bemaza bo'lar ekan. Ha, bemaza, ha. Achchiq, lekin shirasi такой. Sukunlarda ja boshqacha ketadi. Ko'pchilik bilsa kerak. Ha, sovuq kunlarda ja boshqacha ketadi. Ko'pchilik bilsa kerak. Qaychi, bu pishavoy qaychi. Ha, ovqat pishtirsa bo'ladi. Nega bu kesiladi? Kesilishiga sabab nima? Bu pulkogi, buni ham yeyishini ko'pchilik bilsa kerak. Bilmaganlarga yana bir bor ko'rsatib ketamiz. Salatni listga biz birinchi navbatda Guruchga solamiz. Yo'q, guruch solamiz. Bu narsani shunaqa yasash kerakki, чтоб og'izga birdaniga kirib ketish uchun. Hamma sig'ish kerak. Go'sht. Ha, o'shaning uchun go'sht ham kesilsa kerak. O'shanga davom etingchi. Dalshi davom ettiramiz. Endi mana bu servisniy salatlardan aytganimdek, Bu narsa solganingiz nima? Bu mosh, проросший. Ha, boyaga narsa, ha. Ha, buni ham ko'pchilik bu salatni bilsa kerak. Bu salatni ham ko'pchilik, bunisini bilishmaydi. Bu nima? Bu ham koreycha salat, to'qqitdan har xil o'tlardan qilinadi bu. Ha, xullas men yemaydigan narsalardan ko'p iborat ekan. Siz yeb ko'rmagan To'g'ri, narsalar. mana bodringni bitta yeb ko'rsam bo'ladimi? Bodring. Bodring ko'zimiz suv ko'rindi. Bu bodring kunjutni yog'da qilingan. Mana bodring mazasi yaxshi ekan aka. Ha, u 100% u. Mana bu chaydan ham hidi sal ekzotichniroq. Ekzotichniy. No, qo'shish kerak. Keyin bunaqa svarachit qilamiz. Bismillah deymiz. Ha. Mana bu endi men o'zimga tayyorlasam maylimi? Tirs. Mana men tayyorlagan pulkogi. Yo'q, men tayyorlagan nimadir narsa, kombinatsiyani o'zbekchasi nima bo'ladi? Juda ham ko'pchiligi yoqdi deb o'ylayman. Agar yoqqan bo'lsa, ha, yoqdi deb yozib qo'yaylik kommentariyada, izohlarda. Agar bular tayyorlaganlar yoqqan bo'lsa, yo'q, menga hopchik tayyorlagan yoqdi deb yozib ketinglar. Ko'ramiz qani kim ko'p yoqqan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Yangilik ha, oshqozonga. Ozgina yangilik qilib turing-da endi. Meni yana bitta xarakterimdan bittasi sinalmagan otni minishni yaxshi ko'rmayman. Men sezdim hozir shuni. Menga o'sha har doim proverniy variantlar. Tushunarli, mana shu baliqlikdan, baliqli joydan. Hoppa, chiqib achchiq bo'lmasin-da. Achchiq bo'lmaydi, no, az pikantniroq bo'ladi. Tezdan bitta guruch urib oling, vashshe boshqacha bo'ladi. Ishoning. Mana bodringdagi maza bundan ham bor ekan.
Faqat bu go'sht shaklida bo'ldi. Men adashmasam bu shu kunjutni yo'q, mana shunaqa ta'm beryapti. Bahodil Murodga yoqdi kecha, ikkinchisini ham urdilar-ku. Qanday? Buni ham guruch bilan bitjo. Bu xizmat chora men yomadim. Boy yetdimi, sinalmagan otni minish yaxshi ko'rmadim. Mana o'sha pan yeyishdan bo'ldi. Men bir narsa menga umuman yoqmadi. Kimdir katta summa beraman, yeb ko'rgin desa agar yeb ko'rmasam. Turib yeb ko'ring-chi. Qaysi? Men achchul ekan, no. Bu narsa nima o'zi bu? Redka nima? Turib deydimi, nima deydi? Turib, ha. Xullas. Yuring, aka. Xullas. Yaxshi bo'ldi. Og'zim haligacha achishib ketyapti. Endi ochiqni aytganda mana bunaqa narsalar. Tezda. Men bitta tushuntirishga harakat qilaman. Biz asl haqiqiy o'zbekcha ovqatlarni yeb katta bo'lgan anaqamizda, nima deydi, avlod deymizmi? Xo'p, ovqatlarni keladigan bo'lsak, men bu ovqatlarga ball beradigan bo'lsam, sal pastroq ball berishim mumkin, chunki birinchidan slishkim juda ham achchiq. Men bu ovqatlarga uchun mo'ljallanmaganman. Bu yoqqa ball beradigan bo'lsa, men bu yoqqa 6 ball bergan bo'lardim. Chunki servislari hamma narsasi yaxshi. Bu ovqatlari yomon, yaxshi deyotganim yo'q. Bu menga to'g'ri keldi, menga tushmagan ma'nosi. Agar siz bunaqa ovqatlarni ishqiboz bo'ladigan bo'lsangiz, achchiq yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, balkim siz 10-15 ball qo'yishingiz ham mumkin. Umumiy summaga aytadigan bo'lsam, chunki otini bilolmayman, umumiy summasi 460 ming so'm pul bo'ldi. Yo'q, keyin bekada endi takoy O'zim великолепный век слимус такой ozgina турецкий колоритda qilamiz. Без преувеличений, без сомнений могу уверенно сказать, что bugungi kunda olib borayotgan joyim doner номер 1 hisoblanadi Toshkentda. Endi shunchalik zo'rmi? Men uchun bu bir. Endi do'stlar, navbat Turkish oshxonasi, ya'ni turetskiy oshxonaga. Nurafshon ko'chasida yangi ochilgan filial Hamdi Usta. Nimaga aynan shu filial bilasizmi? Yo'q. Faqatgina boy aytdingiz, anaqa go'shtli tayyorlaydi. Faqatgina bu filialda go'shtli lahmacun qilishyapti. Aka, ketdik, boshlaymiz, ichaki qo'yinglar. Bu filial anu filialdan 3 barobar, balkim 4 barobar kattaroq. Katta. Hormanglar, assalomu alaykum. Charchasdan assalomu alaykum. Bitta kuxnyani ko'rsatib ketaman, как раз. Salom, aka, hormanglar, salom. Doner go'sht. Salom, aka, charchasdan sog'-salomat ishlayapsizmi? Bu yerda показательный kuxnya hammasi ochuvchasiga ko'rsatib boriladi. Ochiqlik va shaffoflik prinsipiga asosan bu yerda tandirimiz, o'sha aytgan lahmacunimiz mana shu yerdan chiqadi. Bu akalar lahma, как раз свежий nondan yopishyapti. И yana bitta moment. San Sebastian, собственное производство. Mana barcha shirinliklar pastdagi sexda qilinadi. Свежий bo'lib chiqadi и undan tashqari juda ko'p joylarga tarqatilyapti bu. Любой xohlagan joyingizda. Любой xohlagan joy. Mana bizda katta преимущество, mana Hamdi Ustani katta детский площадкасы bor va mana nyanyasi ham bor, qaraydigan odami ham bor. Bu yaxshi, chunki ovqatlangan, masalan, oilaviy keladigan bo'lsa, yosh bola-chaqalari baribir 5 minut, 10 minut, yarim soatdan keyin zerikadi, to'polon qilish boshlaydi. O'shani bor oyoqqa bor tashlab kelishadi, xotirjam yana shunaqa. o'tirib. Keling, men Sizlarning stollarni ham yaqin qo'yib qo'yganmiz, qarab o'tirsangiz bo'ladi sразу. Xo'p, choylarimiz ham keldi. Lekin to'rt topdik. Shu vaqt bo'ling, hamisha hamma vaqt bo'ling. To'ling yoki aka, siz mana har kun kelganingizdan sizga menyu ham berishmayapti, aka. Mana shu joy sizga o'zi kerak deb o'ylayman. Xo'p, menyuda birinchida assortiment katta ekan, merjimek. Xullas, biz buyurt bilan berib oldik. Bizga qaynoqqina bardak choy, haqiqiy turkcha choydan olib kelib berishdi. Baraka topsin, shakar qo'shib yorsak, erib, shirin bo'lib turadi. Ha, aytganingiz, qayergadir olib boraman dedingiz, ha? Qayerga olib boramiz? Mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda ham bor. Azia Lux Travel. O'zingizniki ekan, aka, bu joy. Azia Lux Travel, mana bu generalniy partnyor Hamdi Ustani. Aka, siz bizani o'sha mana shu Azia Lux Travelga ayting, qayergadir sayohatga yuborishsin. De ikkalamiz emas, uchalamizni, chunki bizani kimdir videoga olish kerak, to'g'rimi? Aka, bilsizlar, siz ham o'ylab qo'ying. De lyuks emas, tur qilib berishsin. Mayli 1-fevral bo'lsa ham bo'lardi. Obunachilarga ayting, aktivность kerak, podдержка, bo'lmasam mana shu maksimal darajada video portlasin. Yuboramiz. 3-4 martalab like bosamiz, maksimal darajada obuna bo'lib, videolarimizga like bosib, mana shu videoni ko'tarishga yordam beradigan bo'lsangiz, xudo xohlasa keyingi videolarimizni balkim nasib bo'lsa, qaysi davlatda taxminan boya qayerda deysiz? Shri Lanka. U yoqqa borsamchi, achchiq ham yeb berardim, lekin aka, achchiq ham. Siz videoni tayyor bo'ldi, ko'ryapsiz, lekin videoni qaysi mana bugun ertadan kech olgan joyimizni bir 3dan 1 chopilgan. Olib tashalgan. Nimaga? Chunki videoni
davomiyligi ko'payib ketgan, me'yordan oshiq hisobli bo'lib ketganligi uchun video chopilgan. Chopmasdan shunday qo'yadigan bo'lsak, qaysidir ma'noda ko'rilishi soni kam bo'lyapti. Agar sizlar mana shunaqa minuti ko'proq, daqiqasi ko'proq videolarimizni ham xuddi minuti kamroq videolarga o'xshab ko'p ko'riladigan bo'lsa, har doim mana shunaqa uzun videolar chiqarib yoki addishani. Mana shu videoni silkasini olinglar-da, Instagramga, o'zingizning sahifangizga, storyga qo'ying. Shu Dilmurodda yangi videosi chiqdi, ko'rdinglarmi degan ma'noda do'st dushmanlaringizga, sizni ko'rsatadigan odamlarga mabodo. Yashang. Dilmurod bilan Kuzu sho'rva. hamda ustiga keldik. Buchi? Bugun YouTube'ga kontent oldik. Ha, bu ham kuzu sho'rva. Kuzu sho'rva, ikkinchisidan beyti. Yashang aka. Qani Shu hamma ko'zi qo'ychi. sho'rvani ichib ko'rmagan insonlarga tavsiya qilib qolaman. Qani ham yaqinroqchilik. O, ta-ta-ta-tam. Bu aka, bu agar adashmasam grammda. Aha. Bu necha gramm? Bu 110 gramm. 110 grammlik. Eng katta, o'rtacha, eng kami? Eng kichkinasi birinchi sho'rvadan keyin bemalol ikkinchisiga 110 grammdan aytsa bo'ladi. Xo'p, bu bizani kuzu sho'rvamiz. O, kuzu sho'rvaning ichida go'sht ko'p ekan. Bu yoqqa kelib narsa buyurtma qilganingizdan keyin nima narsa buyurtma qilishingizga qaramasdan, menimcha desertdan tashqari bunaqa salati, garmdorisi, ichida sho'rva bilan aralashgan unaqa sous alohida berishadigan har bitta odamga bittadan. O, aka bu hozir shunda saryoni suv holati. Buni issig'ida yemasa bo'lmaydi endi. Ha. Beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ustiga sariyog quyib berishgan qo'y. Mana bunaqa dana so'yganda kuzu sho'rva zakaz qo'yganim qarang aka. Sirli beyti. Bismillah. Lekin buni birinchi yeb olib, keyin buni yechish kerak ekanda o'zi. Chunki mana buni ustiga sariyog quyib berishadigan bo'lsa, sariyog'i erib qolmasin deb shoshib yeb Да, qo'ygan. biz сразу etdik. А так aslida по готовности первое, второе салат. Buni mazasi qanaqa? Yeb ko'rsam Tamam, bu sirli. Hmm. Bunisini ham yeb ko'ring. Menga mana sirligi qiziq bo'ldi. Sirliligi uchun qiziq bo'ldi. Wow. Sirligi zo'r bo'lar ekan. Oo, Mana shu lahmacun ustida. Yengillik. Ochiq aytganda mana lahmacun bo'lsa, men mana o'zini tasavvur qildim. Sut go'sht ham bo'ladi buni. Mana bu уникальные продукты Hamdi ustani в таком порядке примерно. Я вот так ем, да, обычно. Bemalol, qanday topsa bemalol. Mana shunday yeyman-da. Bizlarni kechasi ko'rayotgan odamlar maza qilishyapti, lekin aka ishonib. Mana buni qaranglar. Do'stlar. Qirsilashni ham eshitasizlar. Bismillah. Oy, meni ham yegim kelib ketdi aka. O, qirsilashni qarasangiz-chi buni aka. Ana. Lekin tan olib ayting, aka, meniki siznikidan ko'ra suvliroq bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ana suvini qarang, oqishni. Честно. Zo'r mazza aka. Aka, ochib aytgan odam maza qilib, baraka toping. To'g'risini aytganda bu joyga men sizsiz ham kelganman. Agar adashmasam, oliy baho, ya'ni 10 ball bergan bo'lsam kerak bu yoqqa, chunki hozir ham oldin ham bu joydan qaysidir ma'noda kamchilik topa olmaganman. Siz o'zini tanishingiz joyi, odamini joyi 10 ball qo'yib yuborsa kerak. Reklamada deb o'ylash mumkin. Yo'q. Kelib ko'ringlar. Обязательно kelib ko'ringlar. Do'stlar, o'zingizlar убедиться qilib qo'yinglar. Ha, mazasi yaxshi, servis yaxshi, kelganingizdek ishingizda endi hozir bunaqa narsa ko'p joyda bor. Xushmuomala odamlar kutib olishadi-da. Keyin qolganini o'zingizlar xullas his qilasizlar, tushunasizlar. Bolalar bilan kelsanglar ham bemalol bolalar maydonchasi ishni topshirasizlar, o'zingizlar ovqatlanib o'tirasizlar. Xullas, shotimiz necha pul bo'ldi aka? 503 ming bo'ldi. 503 ming so'm pul bo'libdi degan. Men bu yoqqa o'sha bilganingizdek 10 ball qo'yishga qaror qildim. O'zingizlar kelib ko'rsanglar, ya'ni haqiqiy odilona bahoni o'zingiz uchun o'zingiz qo'yib berasiz. Hammanglarga rahmat do'stlar, Dilmurod sizga ham kattakon rahmat. Addishi. Обязательно bitta sizlardan iltimos, agarda mana shunaqa kontent sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bitta o'zingizlar kommentariyaga, layklar, bitta aktiv berib qo'yasizlar. Shunaqa kontentlarni chiqarishga ko'proq harakat qilamiz. Sizlardan bitta aktiv и всё. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.